Hammaga salom. Bugun sizlar bilan neobычный obzor qilamiz. Mani yuzim yog'lik. Mana ko'rib turganingizdek. Mana bu yaltilaydi. Spesial shuning uchun bez effekt, bez nichivo olyapman. И shunga men mana bunaqa pudra zakaz qilgan edim. Aynan yuzni yog'ini kontrol qiladigan pudra. Sizlar bilan birga hozir ochib ko'ramiz buni. Vau, rangini. Кремообразный ekan, lekin qanaqa bir yog'i olib tashirkan. Obrazli teksturasi hozir surib ko'ramiz. Qaranglar, mana bunaqa bo'lar ekanda. Кремообразный ekan rostdan ham. Endi yuzimga surib ko'raman. Mana peshonamdan boshlaymiz. Qoyili. Endi yuzim yog'liqligini. Vau. Effekti bor ekan. Qanaqa bu to'g'ri surib olmamni bilmadim, lekin вот. Vau. Qaranglar. Shunaqa narsani shu ketib umuman lekin sveti yo'q. Mana ushlaganimda ham nimadir turgandek bo'lib, kremobrazniy bo'lib, kremni anaqasi turayotgani yo'q. Menga yoqdi. Yana shunaqa naxotkalarim kerak bo'lsa, shunaqa obzorlar kerak bo'lsa, yozinglar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.